G5 Sportback model ekan. Videoni ko'ringlar qanaqa chiroyliligini. Orqani yoribdi lekin. Bitta bossanglar, bunaqa ko'rinishga ega bo'lgan katta protsensivali bagajnik bor. Uxti, mana katta salon sizlarni kutib oladi. Qaranglar, bokovoy o'sha kamerani mana shu ekran orqali ko'rib boraverasizlar. Lekin sideniyasiga e'tibor beringlar. Qanaqa dizaynerskiy podxod ko'rinishda qilib qo'yishdi. Simsiz quvvatlarga joyi bor o'zini. Obshivkasiga qaranglar, qanaqa qilib qo'yilgan. Mana eshikni yopamiz, ko'ramiz. Chiroq yonib turibdi, qanaqa chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan. Bose degan sistema jihozlangan knopka orqali o'zini Android sistemasiga ega bo'lgan ekraniga kiradi. Navigatori bor, muzika eshitishlar bo'ladi, yana boshqa xususiyatlari bor. Passajornisi bor ekan o'zini. Lekin men bilasiga, lekin men o'ldim lekin qaranglar. Qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan smaylikni bundoq qo'lingizdan tizib, mana bu yerda paydo qilishingiz mumkin. Peki e'tibor beradigan bo'lsak, panorama tom bu yog'ida ham kolonkalari bor, ikkita chetda. Rulni qaranglar, rulni ham boplab ketgancha. Xullas, orqasiga solamiz. Ajoyib ko'rinishdagi salon bizani kutib oladi. Gap bo'lishi mumkin emas. To'liq quvvat bilan 773 kilometrda bemalol bosib o'tar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, $39,000 bo'lyapti. Xullas, bemoqtoyga zakaz bersanglar bo'ladi shu mashinaga.